2026 yil rangi bilan trend bo'lgan Auroramiz ko'rishingiz mumkin, tabiiy granit hisoblanadi. Juda ko'pchilikka teri berganimizdan keyin mana bunday ho'l holatda bo'ladi. Orqasiga loy qo'yilgandan keyin menga mana shu to'q holatda tursa ham bo'laveradi deyishyapti. Meni o'zimga shaxsan mana bunday och holati yoqadi, ochig'ini aytaman. Bu tarafiga gidrofob surkab qo'yganmiz va beton qo'yasizmi, boshqa qilasizmi yoki o'sha suv bilan yuvasizmi, nam bo'ladimi, oppoq bo'lib bejiviy holatini saqlab qoladi. Bu tarafiga ataylab suv quydim, ya'ni o'sha mokriy effekt beruvchi profitkamiz bor. Italyaniki xuddi shunaqa effekt beradi agar surkasak. Sizlarga qaysi biri yoqadi? Ochimi yoki mana bunday to'q turishimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Buni ham qilsa bo'ladi. Ya'ni ikkala ximikatdan surkasa bo'ladi. Faqatgina bu ximikat ishlatganingizdan keyin bu ximikat ishlatib bo'lmaydi. Bu ximikat, ya'ni mokriy effekt beruvchi to'qartirganingizdan keyin bu ximikat ishlatib bo'lmaydi. Ikkalasini ham surkashdan oldin mutaxassis fikri bilan maslahatlashing va surkayotganingizda ham professionalroq odamlarga surkatishingizni tavsiya qilaman, chunki o'z qonun qoidasi bor hamma narsani surkashda. Akalar, sizlardan javob kutib qolaman. Qaysi biri sizlarga ko'proq yoqadi? Menga shaxsan och o'zini zavodskoy holatda, tabiiy holati yoqadi, ya'ni oppoq turishi yoqadi. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Ikkala mahsulotimizdan ham sotuvda bor, bemalol chiqib ko'rasizlar. Ya'ni mokriy effekt beruvchi va gidrofob quruq holatda olib qoluvchi ximikatlarimiz ham. Ha, aytgancha, bu mahsulotimiz yarimtoy holati, shu fasonimiz balandligi 80, 450 ming so'm chiqqan. Bu fasonimiz esa yarimtoy holati, balandligi 70, 280 ming so'm chiqqan. Yarim tayyor holat. Mramor granit haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib bormaslik uchun albatta obuna bo'ling.